Tamaki chekishning zarari organizm uchun, odam uchun qanday xavfli? 1 yilda 8 million odam sigaret chekib, rak bo'lib dunyodan o'tadi, vafot etadi. Birinchi bu qaysi organlarga ta'sir qiladi? Birinchi yurakka, ishemiya, infarkt bo'lyapti. Ko'p odamlar nima uchun sigaret chekkanning orqasidan insult bo'ladi, oyoqlarda invalid bo'lib qolishi mumkin. Saraton, ya'ni rak, bronxlarda rak paydo bo'lishi mumkin, o'pkalarda rak, emfizema bo'lishi mumkin, oyoqlarda gastrit, eroziya, yazvaga olib keladi. Julutkangizdan ham rak bo'lishingiz mumkin. Даже suyaklarga ta'siri bor. Osteoporoz, gangrena bo'lyapti, nevrit, impotensiya. Erkaklar ko'p sigaret chekmanglar, impotensiyaga olib keladi. Bu jinsiy aloqa qilishlar susayib ketadi. Chunki testosteron erkaklik gormoni tushib ketgandan keyin yotib turishlar ham, jinsiy aloqa ham susayib ketadi. Keyin adenoma, rak prostata bo'lishingiz ham mumkin va sahar, qonda glyukoza ko'tarilib ketadi, oyoqlarda qand kasalligiga olib kelishi ham mumkin va xolesterinlar organizmda ko'payib ketadi. Mana shu videom agar yoqqan bo'lsa, kommentariy yozinglar. Kim sigaret chekadigan tanishlaring bo'lsa, o'shanga jo'natib qo'yasizlar.